Okalar, darvozalar nimaga xizmat qilmayapti degan savolga mana javob beraman bugun. Xudo xolasa, assalomu alaykum. Avvalambor, sizlar charchamayapsizlar, men sanoman. Darvozalar nimaga xizmat qilmayapti deganlarga, tagini yaxshi artib tozalanmayapti, kraska tegmadi, suvarka tegmadi, kraska suvarkani o'z urilyapti. Sababi mana gruntovka toza, brendli gruntovka sepganman. Bunga xudo xolasa bu darvozaga tarovli fason, eng skrovniy fason Abdulhay darvozalarida sifat yaxshilab darvoza ishlab chiqaramiz, bilasizlar. Mana bu darvozaning polni gruntovkalar atido 4 kilo atrofida gruntovka sepilgan. Hozir buni bir qator kamomatiga qarab tayyorlanadi tagini. Suvarkaga kelib o'tadigan bo'lsa, suvarkani okalar. Mana okalar mana buni qo'lga qo'yasizlar mana. Mana shu narsa trendga chiqadi qachonlardir. Polni mana xudo xolasa suvarkalar zich. Endi nerga seximga chiqaman. Nerga seximda ham obzorim bor. Ko'rsatib o'taman. Xudo xolasa bu yerda kontashka suvarka apparati qo'yilyapti. Darvoza nimaga xizmat qilmayapti degan okalarga savollarga javob. Darvozaning materiali yengil ishlatilyapti. O'ta yengil parash material ishlatilyapti. Bu rossiyskiy kuydirilgan lis, magnitofonskiy lis. E'tibor bersanglar, bitta qanotini ichki ko'taryapti. U yoqda 4 kishi turibdi, bu yoqda 4 kishi turibdi. Nimaga xizmat qilmayapti degan savolga javob mana shunaqa o'g'ir material ishlatilmayapti. Shuning hisobiga darvoza chotga xizmat qilmayapti. Shunaqa sifatli, yaxshi darvoza tayyorlagan tanishlaringizga videolarimizni sketchat qilib tashlab qo'yasizlar. Darvoza tayyorlagan tanishlaringizga tashlab qo'yasizlar. Mana e'tibor beringlar mana. Normalniy ko'tarilyapti. Plus so'zi bu normalniy o'g'ir va o'silib ketadi degan negativligi. Mana bu nima deyapti mana bu. O'ta chotkilar quyilgan. Hamma darvozalarimizda mana bu yerga quyilgan. Ishim bo'ldi. O'silmasligi, ko'chmasligiga boshqasiga garantiya beriladi. Xizmatli bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Sifatli yaxshi darvoza ishlab chiqarishda davom etamiz. Sog' bo'linglar, charchamayman.